Assalomu alaykum. Ha, keldingizmi? Ha, kayfiyatingiz yo'q. Nima bo'ldi? Yo'q. Chopiq qilayotgandim. Ko'zim yaxshi o'tmaganidan yana bir nechta niholni chopib qo'ydim. Endi ildiz otib ko'kararmikan, suvga solsam. Mayli, hech qisi yo'q, siqilmang. Faqat kecha men sizga ko'z doktoriga boring dedim. Aytganini qilmaysiz-a? Sal o'zingizni sog'lig'ingizga ham e'tiborli bo'ling. Dangasalik qilmang, dadasi. Ko'rishingiz ham borgan sari tushib ketyapti. Oldin olmasangiz bo'lmaydi, dadasi. Zaharga qarshi dorilaringizni ham iching. Pul topiladi. Sog'lig'ingiz muhim. Doktor yozib bergan ko'zoynaga ham yordam bermayapti. Balki boshqacharoq taqish kerakdir. Sal mas kattarog'ini taqish kerakmikan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kel bola. Ertaga o'qishimni kontrakt pulini to'lashimiz kerak ekan, dekanatga chaqirishgan. Xo'p. Yig'ib qo'ygan pulimiz bor, o'shani to'lab kela qol. Shunga shunchami? Xafa bo'lib, siqilib azan ochib o'tiribsizlar? Oybek. Dadangning ko'zlarini doktorga ko'rsatishimiz kerak. Borgan sari ko'zlari yaxshi ko'rmay ketyapti. Xo'p, kontraktni to'lab olaylik. Keyin kunni ham boraveramiz, muammosi yo'q bu. Mayli. Hozir doktorga borishim shart emas. Oz bo'lsa ham ko'ryapman. O'zimizdan poliklinikaga chiqing, dada, tekinga qarab berishadi. Bolam, gap hozir tekinga yo pulga deb ketmayapti, o'g'lim. Ko'zlarini davolatishimiz kerak deyapman senga. Kontraktimizni to'laganimizdan keyin qarataveramiz. Dadasi, yosh bola bo'lmang. O'zingiz uchun ham harakat qiling. Xo'p, bo'pti. Ertaga poliklinikaga chiqaman. Dori yozib bersa, yana retseptini axlat qutiga tashlab kelmang. Xo'p, bo'ldi. Xo'p. Xo'p deyishga xo'p deysiz. Lekin o'tgan safar shunaqa qilgansiz. Bu safar ham shunaqa qilasizmi deb qo'rqyapman. Menga qarang. Qo'ying, o'zim birga boraman. Yo'q, ishingdan qolma. Nima, shuni ham eplolmaymanmi, yosh bolamanmi? Bor. Ishingdan qolma. O'zim chiqaman. Va'da berasizmi? Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas.